Aziz obunachilar, kuzatuvchilar, bizlar Yunusobod tumani Universal bozorga chiqarish yer osti tunnelidamiz. Ya'ni yer osti tunneli metro deyiladi. Kelajakda metro qurilishi kerak. Mana ko'rib turganlaringizdek, hozirgi paytda top-toza turgan jarayonlarni ko'rsatamiz. Aslida bir yer osti yo'li, haqiqatan yer osti yo'li aholi yurish uchun mo'ljallangan joydir. Mana ko'rib turganlaringizdek, hozir mana shu yerda xizmat vazifasini olib borayotgan ichki ishlar xodimlari bilan savol-javob qilamiz. O'tkirbek Chorshanbe YouTube kanalini kuzatishda davom eting. Doim xalq orasida, xalq ichida, xalq bilan hamnafas bo'lib yashab kelmoqda. Mana aholi yurib ketayotgan joylari, haqiqatan qanday yurib ketayotgan joyi. Mana ko'rib turganlaringizdek, yer osti yo'li har doim mana shunaqa tarzda bo'lishi kerak. Ayrim paytlarda mana shunaqa yer osti yo'li yurishga aholi qiynalardi. Bu holat bo'yicha noqonuniy savdo faoliyati bilan shug'ullanuvchilar boshqalar egallab olgan yer osti yo'lini aholining yurishiga, mana nuroniylar yurishiga, bundan tashqari homilador ayollar yurishi bor. Biz hech qachon o'zimiz o'ylaganimiz yo'q, xalqni o'ylab, xalq manfaatini ko'zlab shu jarayonni yoritib kelyapmiz. Xalq nimaki qilsa, xalq uchun qilib kelyapmiz. O'zimiz uchun hech qachon hech narsa qilayotganimiz yo'q. Biz faqat xalq manfaati, xalqparvar jamoasi hamda O'tkirbek Chorshanbe YouTube kanali faqat xalq orasida, xalq ichida. Mana ko'rib turganlaringizda xalq bemalol yurib ketishiga imkoniyat bor. Mana ko'rib turganlaringizda mana xalqni o'zi yurib bemalol yurib chiqib ketyapti. Mana ko'rib turganlaringizda mana tomondan ko'rsatamiz. Fuqarolar bemalol kirib chiqib odamlar yurib kelayotganini ko'rsatamiz. Mana bemalol haqiqatan ochiq, har doim shunaqa ochiq bo'lishi kerak. Bu jarayonda xalq yurishga qiynalmasligi kerak. Yer osti tunnel, yer osti yo'li faqat xalq uchun, xalq yurish uchun yaratilgan joydir. Yer osti yo'lida mashinalar, boshqa avariya holatlari, har xil voqea hodisalar kelib chiqmasligi uchun yer osti tunneli faqat xalq yurishiga qulaylik bo'lishi kerak. Hozir mana ichki ishlar xodimlari bilan suhbat qilamiz shu jarayonda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasizmi? Bizlar O'zbekiston Respublikasi Birlashgan Mustaqil Jurnalist blogerlar matbuot markazi hamda O'tkirbek Chorshanbe YouTube kanali administratori O'tkirbek Chorshanbe jurnalist. Mana shu yer osti yo'lida siz mana xizmat vazifangizni olib borayotgan ekansiz, har doim belgilangan vaqtda mana shunaqa toza turadimi yo faqat bugun shunaqa holat bo'lyaptimi? Savolingizga qanaqa javob bersam bo'ladi hozir? Har doim deganingiz, masalan, bizni kelib xizmat olib borayotgan vaqtimizda xizmatimizni belgilangan vaqtga har doim toza turadi. Hech qanaqa ortiqcha harakatlar bo'lmaydi. Bizdan bu vazifamiz jamoatlarni ko'rsatib, fuqarolar erkin harakatlanishi, yer osti yo'llaridan shu munosabat bilan tozalab qo'yiladi. Hech qanaqa noqonuniy savdo sotiq yo'q. Fuqarolar erkin harakatlanishi. Ya'ni nuroniylar, homilador ayollar yurishi bemalol bo'lishi uchun. Bemalol. Bu xizmat vazifangizni nechidan nechigacha olib borasiz mana shu joyda? Endi bu yerda bizga belgilangan, o'zimizdan belgilangan soatimiz bo'ladi. U rahbariyat vaqt bilan belgilab qo'ysa bizga qaror asosida, masalan, nechidan nechigacha qo'ysa, o'sha vaqt oralig'ida qilinadi xizmat. U rahbariyatimiz nechidan nechigacha bizdan lozim bo'lsa, fuqarolar o'z qaytish vaqtlari bo'ladi. Ko'p hujum vaqtlari jamoatlarni saqlash maqsadida xizmatga jalb qilinamiz. Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz kuzatuvchilar, bizni chetda kuzatayotganlar, haqiqatan mana ichki ishlar xodimlarining faoliyati ham oson ish emas. Ularning oyligini ko'tarishini hamda mana shunday jamoat tartibini saqlab, Yunusobod Toshkent shahar, Yunusobod tumani Universal bozor bilan 4-kvartal, bu yoq 11-kvartal, bu yoq 2-kvartalga o'tirish yer osti tunnelini haqiqatan yoshlar, nuroniylar, homilador ayollar, boshqalardan tashqari chetdan kelgan fuqarolar yurish uchun, xavfsizlikni ta'minlash uchun mana yer osti yo'lini haqiqatan ko'rib turibsiz, bemalol yurishi mumkin. Bu yerda noqonuniy savdo faoliyati bilan shug'ullanuvchilar egallab olardi. Hozirgi paytda mana top-toza ko'rib turgansiz. Bu ichki ishlarning faoliyatiga o'z jamoamiz nomidan, biz chetda kuzatayotganlar nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana shunday xalqni, elni xizmatini qilishdan hech qachon to'xtamasin, xalqqa xizmat qilishdan hech qachon charchamasin.